Assalomu alaykum. Bu darsda ko'pchilikda bo'lishi mumkin bo'lgan muammo, ya'ni o'zi ishlayotgan muhim hujjatlarni saqlab qo'yish o'rniga o'chirib yuborishadi va qayta tiklashni bilishmaydi. Endi bugun sizlar bilan saqlanmagan fayllarni qanday qilib qayta tiklashni o'rganib olamiz. Bu videoni albatta saqlab qo'ying. Demak, boshladik. Mana ko'rib turganimizdek, biz ishlayotgan Word faylimiz bor. Bu faylni X tugmasini bosib va ne saqlanib tugmasini bosib saqlamasdan chiqib ketamiz. Demak, faylimizni saqlaganimiz yo'q. Ana endi Word dasturiga qaytadan kiramiz. Word dasturi ochildi. Novi dokument qismini tanlab olamiz, ya'ni yangi hujjat yaratishni. Yangi hujjat ham yaratildi. Faylni qayta tiklash uchun biz fayl bo'limini tanlashimiz kerak bo'ladi. Fayl bo'limini tanlab olamiz. Va ochilgan oynadan Svideniya qismini tanlashimiz kerak bo'ladi. Svideniya qismini tanlaganimizdan so'ng Управление dokument qismini tanlab olamiz. Va bu yerdan Восстановить несохранение документы qismini belgilab olishimiz kerak bo'ladi. Va bu oyna ochiladi. Ko'rib turganingizdek, bu oynada saqlanmagan fayllar ro'yxati turibdi. Biz qidirayotgan fayl mana vaqti va sanasini ko'rishimiz mumkin. Saqlanmagan fayllarni tiklash nomi bilan turibdi. Shu faylni tanlaymiz va Открыть tugmasini bosamiz. Demak, ko'rib turganimizdek, biz ishlayotgan faylni qayta tiklash mumkin ekan. Video yoqqan bo'lsa, albatta saqlab qo'ying.